Ko'chada shunga o'xshagan telefonlardan Aftis Pro ilovasidan foydalanishni ko'rib chiqamiz, ya'ni premium olish. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Hozir panetda ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib pustga Auto Enter Test Enter Pro deb yozamiz. Birinchi chiqdi mana Auto Test Pro. Biz agar telefon uchun olajak bo'lsak, mobilda bosamiz, agarda kompyuter uchun olajak bo'lsak, Windowsda bosamiz. Telefon uchun ko'ramiz. Birinchi telefon uchun olajak bo'lsak, mana ID degan joyini telefonimizdagi programma Aftis Pro'dagi asosiy ekranda ID kiritiladi. Masalan, 518 mening ID'im, keyin 1 oylik bor, 3 oylik bor. Men 3 oylik kerak, 3 oylikni bosaman. Telefon nomerini kiritaman. Keyin keyingisi to'lam summasi chiqadi. Naqd yoki plastikda to'lashimiz mumkin. Endi Windows uchun qanday bo'ladi? Windows ham shunday. Windows programmaga kiramiz, Aftis Pro'ga ID beriladi. Bizga 617 masalan. 1 oylik kerak, 3 oylik. 3 oylikda olaman. Telefon nomeri yoziladi. Xalasak naqd, xalasak plastikda to'lashimiz mumkin. Shunday bo'ladi. Kimdir olmoqchi bo'lsa, jibasiyasi bo'ladi. Aftis Pro'ga premium olish. Shunday bo'ladi.